Assalomu alaykum Azamat Tuz kanalining obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan obunachilarimiz. Bugun biz sizlar bilan Xudo xolisa Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Langar bobo qishlog'idamiz. Qadrli obunachilar, sizlar so'raganlardan, sizlar izlaganlardan zo'rlardan olib kelib qo'ydik. Videoni ko'rishdan oldin bittadan like tugmachasini bosib ketinglar. Xudo xolisa bugun narxlar arzon, qadrli obunachilar. Videomizni boshladik. Mana birinchi mollarimizni ko'rsatib boraman. Bir rivojdagidan ko'rsatib olaman. Mollarning soni 5 ta. Ozgina. Mana ko'rishlaring mumkin. Bir rivojdagidan ko'rsatib boraman. Yemga tayyor. Mana tuyoqlari o'smagan, orqa ko'rinishlari yaxshi. Bo'yinlarini ko'ringlar. Shu holatiga ko'pchilik ko'rishi mumkin. Shu holatiga tishi bor deb ko'pchilik o'ylashi mumkin. Kuragi bor deb. Shu holatiga mol buzuq. Mana bo'yinlarini ko'ylab chiqib yotibdi, irg'ib. Hop, bo'ylarni oxirida bir rivojdagidan hammasini aytaman. Orqa ko'rinishlarini ko'ringlar mana. Orqa ko'rinishlar. Hop, mollarni maqtashimni, boshqa narsa qilishimni kerak yo'q, qadrli obunachilar. Ba'zi bir odamlar qilishadi. Bitta huning molni ham shunaqangi maqtashadiki, u mol shunaqa zo'r mol bo'lib ketadi. Ko'chat molga aylanib ketadi. Mana maqtamayman, shu molni ko'rasizlar, video qilib ko'rsataman sizlarga. Shu aloqaga chiqaverasizlar, bittadan like gumbillatib ketsanglar, obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa zo'r videolar oldinda bo'ladi mana. Orqa ko'rinishlarini ko'ringlar. Bir rivojdagidan ko'rsatib, narxlarni aytib boraman, qadrli obunachilar. Mana ikkinchi molimiz. Hop, uzunligiga baho beringlar buni. Tuyoqlarini ko'ringlar, kalla ko'rinishlari. Mana suyagi buzuq mollar, yemga tayyor. Daladan priyomay kelyapti. Ko'ringlar buni. Orqa ko'rinishlari, orqalari ham pachka o'ziga yarasha. Qadrli obunachilar, tuyoqlariga e'tibor bo'ringlar, oyoqlariga. Mollarni avvalo shu olib sotadigan olasizlarmi, dehqondan olasizlarmi, olayotganda har bitta molni olayotganda, hop, egasidan so'rab uzunligiga ham haliga baho beringlar. Videoda ko'pchilik buqalar shu bunday sal yaqinlashtirsa katta ko'rinishi mumkin. Qadrli obunachilar, alohida shu telefon qilib Telegramdan bitta video qilib tashlavoring deb aytinglar. Shu sizlarga maslahatim, qadrli obunachilar. Shuncha yillardan beri shu chiqarib borayotgan bo'lsa, sizlarga do'stona maslahatim. Mana mollarni ko'ringlar. Uchinchi molimizga keladigan bo'lsak, ola, haroda buqa. Mana kallalarni ko'ringlar, tuyoqlariga yana bitta e'tibor beringlar. Molda asosiy narsasi bu tuyog'i. Mana shu holatiga tuyog'i tapchika tuyoq bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilik akalarimizga yo'qmaydi. Sotishga ham qiynalamiz biz. Tuyog'i tapchika oladigan bo'lsa, qadrli obunachilar, kallasini ko'ringlar, qashqani. Mana kallasi ham to'rt burchak. Xudo xolasa bugun narxlar bomba bo'ladi. Sozgina bo'ladi, qadrli obunachilar. Orqasini ko'ringlar mollarimizni. Bugun kichkina mollar kelmagan. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, videoda shu mollarni YouTube'da, boshqa narsada videoda katta ko'rinadi deb o'ylashi mumkin, qadrli obunachilar. Bugun umuman kichkina mol kelmagan bugun. Mana bitta mana shu kichkina molim bor. Buni ham bo'yi o'ziga yarasha. Bu ham kichkina emas. Kichkina deb hisoblamayman. Endi sizlar qanaqa hisoblaysizlar bilmadim. Men kichkina deb hisoblayman. Mana bunisini ko'ringlar, qadrli obunachilar. 4-buqamiz. 3 ta xil buqam bor, 3 ta xil. Shu bo'yi pashti bir-biri bilan chachib qo'yaradi. Yana 2 ta bor. Ikkalasini ham bo'yi bir xil. 4-buqamiz bu mana. Buni ham ko'rinishiga baho beringlar. Bitta buqani mana shunaqa qilib shu yetiltirib, boshqa narsa qilib yaltillatib qo'yish ham oson emas. Juni o'sgan boshqa narsa emas. Mana orqa ko'rinishlarini ko'ringlar. Bo'yin qismlariga e'tibor beringlar mana. Bo'yin qismlariga. Orqa ko'rinishlari. Buni ham bitta tuyoqlariga e'tibor berib qo'yinglar, qadrli obunachilar. Bitta ham molimda tuyog'i o'sgan tapchikasi yo'q mana. Arzon bo'ladi, xudo xolasa. Mollarimning ichida eng puli yengili mana shu buqa, qadrli obunachilar. Mana shu buqadan ko'rsatib sizlarga keyin eng kichkinasidan boshlab, keyin oxirida kattasini aytaman, qadrli obunachilar. Keyin oxirida bitta optimga aytaman. Mana shu buqani orqa ko'rinishlarini ko'rsatib qo'yay bitta. Orqa ko'rinishlariga keladigan bo'lsa, qadrli obunachilar, mana shu buqamiz bo'yiga keladigan bo'lsak, 1.15 plus
Narxiga keladigan bo'lsak, o'ta yengil. 16 million, 16,5 million chiqarishga 15 million 200 ming berasizlar. Namangan bo'ylab dastavkasi ichida bizni bo'ynimizga qadrni olmoqchilar. Mana ko'ringlar. Suyagi butun, buzov, kuragi yo'q. 15 million 200 mingga Namangan bo'ylab dastavkasi ichida. Mana bunisiga keladigan bo'lsak, qadrni olmoqchilarimiz. Bunisini ham narxi yengil bo'ladi. Ikkalosini bo'yi bir xil. Biri 15 plus. Biri 15 plus, bunisini narxini 16,5 million so'mga beriladi mana. Nimaga bo'yi teng u narxi qimmat deydigan bo'lsang, o'zi molni tushunadigan, biladigan odam bittada farqiga boradi. 16,5 million so'mga Namangan bo'ylab dastavkasi ichida yetkazib beriladi. Hop. Vohaga kelishiladi. Telefon qilsalaring kelishiladi. Shu nomerga telefon qilaverasizlar. WhatsApp, Telegram hammasi bor. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, qadrli obunachilarimiz. Uchinchisiga narxini buni bo'yi 120 plus. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 17 million 200 ming so'm kam bor. 120 plus, 122 chiqdi. 17 million so'm, 17 million 200 ming kami bor. Mana. Hop, 4-buqamizga keladigan bo'lsak, borgan sari yiriklashib boryapmiz. Buni bo'yi 120, buni bo'yi 122 plus chiqadi. 22 plus. Shu o'lchab oldim, hammasini narsalar bo'ylari yodimda qolmadi. 122 plus chiqdi. Hop, eng oxiriga keladigan bo'lsak, eng kattasining narxi shu bo'yni chiqqanining narxi 125 plus bo'ylariga 125 plus 127 chiqdi. 125 plusga olishaveradi qadrli obunachilar. Xudo xolasa, mollarni ko'rgan bo'lsanglar, yoqqan bo'lsa, yana bittadan like bosib ketasizlar. Xudo xolasa, zo'rlari oldinda bo'ladi. Obuna bo'lishdan esingizdan chiqmasin. 24 soat aloqadamiz. Mana shu nomerga bemalol telefon qilaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.